o'qituvchini tarbiya qilishi bor ekan. Ota-onani tarbiya qilishi bor. O'qituvchi 30 ta, 28 ta, 33 ta bolaga bitta sinfda bitta o'qituvchi dars o'tadi, bitta mavzu. Lekin 30 ta boladan rosa bo'lsa 4 ta yoki 5 tasi azal bir joyga ketib chiqing, yo'q maktabda shu. 5 ta yoki 6 tasi 5 ga o'qiydi. Yana 5 ta 6 tasi 4 ga o'qiydi. Qolganlari 3 ga o'qiydi. Ota-ona hech kim bolasini yomon bo'lsin demaydi. Yaxshi oilalardan namunali ibrat bo'ladigan oilalardan shunaqangi bir muqaddas insonlarni oilasidan noqobil farzandlar chiqib qolganini ko'rasan. Lekin murabbiyni qilayotgan tarbiyasi ham yuz bermasligi mumkin. Lekin Xudo tarbiya qilsa. Shu qaraydi, ilohi omin. Olamga uzoq umr bergin, yaxshi joydan ato qilgin, kasal mazasi yo'q, sog'lik bergin. Kontraktiga pul bergin, insof bergin, yo'g'isi olamga sog'lik bergin, uzoq umr bergin, shifo so'raveramiz, taxt so'raveramiz, yaxshi joydan ato qilgin, deb davron bergin deb baxt so'raveramiz, sog'lik so'raveramiz, yana aytyapman, boylik so'raveramiz, musofirchilikda panohiga yurgin deb so'raveramiz. Hech tarbiyasini so'raymiz-ku. Tarbiyasini ham senga topshirdim. Sog'ligini ham, jasadini ham, umrini ham tarbiyasini. Tarbiyasini ham o'ziga qilib bergin. Bitta trenerni qilgan tarbiyasi qarang, chempion bo'lib qancha nufuzlar olib ketaryapti. Xudo tarbiya qilsa, agar Xudo bir haftada bir marta Xudodan so'rang, tarbiya qilib bergin. Bu haftaga ijobat qilmasa, keyingi hafta ham unda bo'lsa keyingi oyda, necha bo'lsa 3 oyda bo'lsa ham har hafta duo bittasini ijobat qilib qolsa-chi, Xudo berdi bu. Olayni Xudo tarbiya qilib bersa, ikki dunyo saodati. Bu dunyoda ham rahmat olib keladigan tarbiya qiladi. Oxiratda ham rahmat olib keladigan tarbiya qiladi. Kimni katta ko'rsa havas qilib Xudo tarbiya qildi-da u.